Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, tadbirkorlar. Bugun Agrobank tomonidan yuridik mijozlar bilan, jismoniy mijozlar bilan uchrashuvimiz bor. Hozir shu uchrashuvni sizlar bilan o'tkazyapmiz. Sizlarga hozirgi kunda bizda bankimiz tomonidan ajratilmoqchi bo'lgan kreditlar haqida ma'lumotlar beramiz. Bizga biriktirilgan 13 ta mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. Maksimal 50 milliongacha. Erkeklar nomiga olinadigan bo'lsa 25%, ayollar nomida bo'lsa 23%. Undan tashqari biznesga ko'maydigan kredit turimiz bor. Bu maksimal summa 17 milliongacha beriladi. Yangi ashi biznes boshlayotgan tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlar uchun ochilgan. Bu ham erkeklar oladigan bo'lsa 25%, ayollarga 23% dan beriladi. Bu esa ham sug'urta asosida yoki uchinchi shaxs kafillik asosida beriladi. Xohlasalar naqd pul ko'rinishda, xohlasalar plastik kartalar tushirib beradi. Undan tashqari prezidentimizning qarori 312 sonli qarori bor. Bunda tadbirkorlikni yana rivojlantirmoqchi bo'lganlarga, ya'ni YTT yoki MChJ ochganlarga 1 yil bo'lgan bo'lsa, shularga 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha garov asosida kreditlarimiz bor. Bu esa sug'urta asosida bo'ladi. Undan tashqari budjet xodimlar ishlaydigan xodimlar bo'ladigan bo'lsa, arzon kreditlarimiz bor. Chakana yo'nalishda Open degan kreditlarimiz bor.